Turmushga chiqa olmayotgan qizlarni 30 sekundda turmushga chiqarib yuboradigan texnika. Ketdik bo'lmasam. Qabul qilaman, tan olaman, meni ajdodlarimda, buvalarimda, xolalarimda, ammalarimda turmushga chiqmaslikdan foydalari bor bo'lgan ajdodlarim o'tgan va men ularni qalbimdan ularga joy beraman va bu ularni juda katta foydasi bo'lgan. Qabul qilaman, tan olaman, ularga turmushga chiqish chiqmagandan ko'ra foydaliroq bo'lgan va bunda ular turmushga chiqmasdan maza qilishgan va ular o'zlari bilan erkakni birga bo'lishini azob deb bilishgan va erkaksiz yashashni maza deb bilishgan. Qabul qilaman, tan olaman, bu ularning dasturi va ularning xohishlaridir. Qabul qilaman, tan olaman, meni qalbimda ular ham yashamoqda va mendagi qismlarda turmushga chiqishni xohlamaslik qismlari ham mavjud. Qabul qilaman, tan olaman, shu bilan birgalikda meni qalbimda turmushga chiqib baxtli bo'lishni istagan qismlarim ham bor va men ularga qalbimdan joy beraman. Qabul qilaman, tan olaman va men ajdodlarimni barcha tajribalarini hurmat qilgan holatda, ammo o'zimni hayotimni yo'lga qo'yishga tayyorman va bu meni ularni ajdodim ekanligimdan yuz o'girmaydi, balkim ularning oila a'zosi bo'lib qolaveraman. Tez meni ortimdan qaytaring, kun davomida qaytarib yuring va siz albatta turmushga chiqasiz. Bundan tashqari siz shaxsiy sessiya ham olib, yanada individual ishlashingiz mumkin. Aynan sizlar uchun retritda men shunaqangi praktikalarni yig'ib qo'ydim. Turmushga chiqish, munosabatlarni yaxshilash bo'yicha retritda ishlaymiz. Har biringizni taklif qilaman, hoziroq joyingizni band qiling, chunki joylar soni bizda cheklangan.